Hurmatlilar, bugun sizlar bilan mexanika bo'limini kirish qismidan asosiy tushunchalar bilan gaplashib o'tamiz. Bizda mexanika olamni yashirin qoidalari, ya'ni umuman olganda harakatlarni o'rganamiz. Hop, birinchisi biz sizlar bilan gaplashib oladigan bo'lsak, mexanikaning asoschilari, ya'ni harakat me'morlarini o'rgangan olimlar, ya'ni Arximed, Galileo Galilei va Isak Nyutonlar. Bizda Arximed o'rganadi, statik va gidrostatika qonunlarini tushuntirib o'tgan o'z tajribalarida va shunga oid ilmiy ishlar olib borgan. Galileo Galilei esa bizda kinematika, ya'ni harakat qonunlarini o'rganib, ular bo'yicha bizga nazariyatlarda nima qilgan, yaratib ketgan. Mana bu yerga ketyapti inersiya tushunchalari va hokazolar. Isak Nyuton esa biz buni bilamiz, bu juda mashhur, o'sha yer tortish qonunidan anglab ketgan, ya'ni buton tortish qonuni. Biz bu nazariyatlarda sizlar bilan kelgusi yaqin orada gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu harakatlarimizni ko'radigan bo'lsak, birinchisi bizda to'g'risidagi tekis harakat. To'g'risidagi tekis harakat ilmiy ta'rif beradigan bo'lsak, trayektoriyasi to'g'risidan iborat bo'lib, harakat, ya'ni butun harakat davomida tezlikning son qiymati o'zgarmasa, bu o'zi aytiladi tekis harakat deb. Va bunda asosiy formulamiz bo'ladi. Tezlik formulasi v teng s taqsim t, ya'ni tezlik topish uchun bosilgan yo'lni harakatlanish vaqtiga bo'lish kerak bo'ladi. Va bu o'zi harakat davomida konstant, ya'ni o'zgarmas hisoblanadi. Ayni bizda harakat terimasi x teng x0 plus minusdan vt bo'lardi. Ya'ni bizda plus minus qo'yish kerak edi. Plus bo'lsa harakat yo'nalishi x o'q bo'ylab yoki x o'qqa qarshilikni ifodalaydi. Bu o'zi ma'noga tekis harakat, ya'ni tezlik doimo konstantda bo'ladi. Hop, ana endi bizda tezlikning o'zgarib borishi. Tezlik o'zgarib borishi biz buni hayotda ko'p ko'ramiz. Tezlik bir xil miqdorda oshib borsa, bu bizda bo'ladi tekis tezlanuvchi harakat. Bir xilda kamaytirib borsa, bu bizda bo'ladi tekis sekinlanuvchi harakat. Ana endi bu yerda umumiy tushuncha berib ketyapmiz. Tezlikning vaqt birligida o'zgarishiga bizga tezlanish deyiladi. Ya'ni har sekund tezligini qanchadan oshirib borish yoki kamaytirib borishni ifodalash kattalaydi. Misol uchun avtomobil gazini bosganda deyapti, tezlanadi. Ya'ni tezlanish 0 dan katta. Tormoz bersa esa sekinlashadi. Bu degani manfiy tezlanish. Ya'ni manfiy tezlanish degani manfiy ishora faqatgina son qiymatini kamaytirib borish ifodalaydi, xolos. Mana bu yerda ko'ryapmiz, tezlashib boryapti, ya'ni tezlanayotgan avtomobil va tormozlanayotgan avtomobil. Bular uchun asosiy formulani bitta qilib yozib ketyapmiz. Ixtiyoriy vaqt onida jismda erishgan tezlikni ifodalash uchun biz oniy tezlik v teng v0 plus minusdan at. Plus bo'ladi qachon tezlanuvchi harakat bo'lsa, minus bo'ladi qachon sekinlanuvchi bo'lsa. Endi asosiy ko'chish, ya'ni yo'l formulalarimiz bo'ladi. S teng v0 plus minusdan at kvadrat taqsim 2. Ya'ni tezlanuvchi yoki sekinlanuvchi harakat qilayotgan jism uchun ixtiyoriy vaqt onida bosilgan yo'l formulasi hisoblanadi. Bizga ko'chish endi ikki tezlik orasida masofani olsak, jism tezligini v1 qiymatidan v2 qiymatgacha oshirsa, shu ikkala oralig'ida qancha yo'l bosib o'tganini toping desa, S teng v kvadrat minusdan v0 kvadrat taqsim plus minusdan 2. O'sha aytganimizdek, tezlanuvchi bo'lsa plus, sekinlanuvchi bo'lsa minus ishora bilan olinadi. Xo'p, mana endi bizda keyingisi erkin tushish va vertikal harakatlar. Biz erkin tushishni juda ham ko'p kuzatganmiz. Endi bunga hayotiy tadbirlarni ifodalagan bo'lsak, ya'ni parashyutda sakrash havoni qarshilik hisobga olinmasa, barcha jismlar massasidan qat'iy nazar yer tomon bir xil tezlanish bilan nima qiladi, harakatlanib tushadi. Chunki bizda yerning tortish kuchi, ya'ni tortish kuchi tufayli yuzaga kelgan tezlanish, erkin tushish tezlanishi g 9.81 ga teng. Aniq qiymat esa, taqribiy qiymatlar esa 10 hisoblab olinadi. Misol uchun mana parashyut tashlanyapti, u borgan sari tezlikni oshirib boryapti va teng vaqtlar oralida uni yurgan yo'llari 90lar nisbati kabi oshib boryapti. Asosiy formulari erkin tashlangan jism uchun v0 0 bo'lgani uchun v teng g ta qonun bo'yicha tezlikni oshib boradi. Ya'ni vaqtni biz oladigan bo'lsak, 1 sekund desak, g ning qiymati 10. 1 sekundda tezligi 10, 2 sekundda 20, 30, 40, 50 bo'lib oshib boradi. Ya'ni qancha balanddan tushsa, yerga urilishi shuncha kattaroq tezlik bilan amalga oshadi. Va tushishdagi balandlik, ya'ni qancha vaqt tushganini bizga berib turib, qanday balandlikdan tashlangan topilsa, tush balandligi h teng g ta kvadrat taqsimga topiladi. Endi yuqoriga jismni otadigan bo'lsa, birov buni boshlangan tezlik bilan, u qancha maksimal baland ko'tarilsa, yuqoriga tikadigan jismning maksimal ko'tarish balandligi h maksimal v0 kvadrat taqsim 2 g bilan ifodalanadi. Mana bizda erkin tush tezlanishi g 9.81 yoki bo'lmasa biz masalada ishlaymiz, buni g ni taqriban 10 deb hisoblaymiz. Xo'p, mana endi bizda bo'ladi bu keyingi tushunchamiz gorizontal otilgan jism harakati, ya'ni mustaqillik qonuni. Ya'ni nega bu yerda mustaqillik qonuni deyapti? Chunki jism bu paytda ikkita o'qda, ham x da ham y o'qida alohida harakatlar bilan harakatlanib tushadi. Bu harakat ikkita o'zaro mustaqil harakatning yig'indisidir. Jism bir vaqtning o'zida ham oldinga siljiydi, ham pastga tushadi. Mana bizda vertolyotdan birorta bir jism tashlaydigan bo'lsak, ham u x o'qida, ham y o'qida harakatlanib tushadi. Bularni ikkala harakatlarning natijasi sifatida jismni xuddi shu trayektoriyadan tushunib ko'rib olishimiz mumkin. Endi bular o'qlardagi proyeksiyalar gorizontal x o'qida deyapti, tekis harakat qiladi. Bu degani bundan oldin tushunib o'tdik. Butun harakat davomida tezlik o'zgarmaydi. V teng konstanta. Vertikal o'qda esa erkin tashlangan jism harakat kabi v teng g da qonun bo'yicha tezlikni orttirib boradi. Xo'p, ana endi bu bizda bo'lar ekan, gorizontga burchak osiladigan jism harakati hayotiy tadbiq.
Gorizontal burchak osilgan simni biz futbol to'pi uzatishda yoki bo'lmasam favvoradan otilayotgan suvning harakati bilan kuzatish mumkin. Va buni trayektoriyasi parabolik bo'ladi. Misol uchun mana futbolchi to'pni tepgan vaziyatda uning trayektoriyasi xuddi shunday vaziyatda bo'lyapti. Misol o'sha favvoradan otilayotgan suvni ham xuddi shunday nima bilan trayektoriyani foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bunda bu nima qilyapti? Ham x o'qida qandaydir bir h bilan maksimal balandlik ko'tarilyapti va x o'qida ham s masofani bosib o'tyapti. Xuddi shu maksimal ko'tarish balandlikni ifodalash uchun biz h maksimaldan v0 kvadrat sinus kvadrat alfa taqsim 2 dan foydalanamiz. Ya'ni alfa qaysi burchak bo'lsa, biz mana shu jismni gorizontga qanday burchak ostida o'tirgan bo'lsak, xuddi o'sha burchakning qiymati v0 esa boshlang'ich tezligi. Jini bilamizki, erkin uchish tezlanish. Xo'p, x o'qida qancha masofaga uchib boradi desa, x o'qida uchish uzoqligi bizda v0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim j bilan topiladi. Endi bu yerda eslanib ketyapti. Agar maksimal uzoqlikka otish uchun deyapti jismni, biz alfani 45 gradus burchak ostida olishimiz kerak bo'lyapti. Xo'p, bundan keyingi bizda aylana bo'ylab harakat va dinamika tushunchalar bo'lardi. Buni keyingi video darslarimizda kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang.